Savchenko 7.4 savol. Zaryadlari qarama-qarshi bo'lgan massalari kichik m va katta m bo'lgan ikki zarracha elektr tortish ta'sirida aylana bo'ylab harakat qilmoqda. Massasi kichik m bo'lgan zarrachaning tezligi 1 zumda n marta oshiriladi. Yo'nalishi esa o'zgarmaydi. Qanday eng kichik n qiymatida zarrachalar ajralib ketadi? Ushbu masalani yechishimizdan oldin 7.4.13 masalani yechimini ko'rishingizni tavsiya qilamiz, chunki ushbu masala ham oldingi masalaga o'xshash. Bundan tashqari ushbu masalani yechishimiz uchun yana bir narsani bilishimiz kerak. Bizga qandaydir es sanoq sistemasi berilgan bo'lsa va bu es sanoq sistemasiga nisbatan M1, M2, M3 va hokazo massali zaryadlar mos ravishda V1, V2 va hokazo tezliklar bilan harakatlanayotgan bo'lsa, bu zarralarning es sanoq sistemasiga nisbatan kinetik energiyalar yig'indisini, ya'ni E kinetik es sanoq sistemaga nisbatan yig'indi teng deb yozishimiz mumkin. Zarralar massa markazining tezligi qanaqadir u bo'lsa, xo'sh, demak massa markazida to'plangan umumiy massani katta M bilan yozadigan bo'lsak, katta M u kvadrat taqsim 2 qo'shilgan summa E kinetik massa markaziga nisbatan deb yozishimiz mumkin. Demak, bunda bu ifodamiz zarralarning es sanoq sistemasiga nisbatan kinetik energiyasi. Bu esa zarralarning massa markaziga nisbatan kinetik energiyalar yig'indisi. Bu ifodamiz esa massa markazining es sanoq sistemaga nisbatan kinetik energiyasi deyishimiz mumkin. Demak, ushbu tenglikdan foydalanamiz. Masala shartiga mos chizma chizdik. Demak, kichkina massali zaryadning tezligi V1, zaryadi moduli esa Q1 teng bo'lsin. Katta massali zaryadning tezligi V2, zaryadi Q2 bo'lsa va oralaridagi masofani R bilan belgilasak, massa markazidan kichik m massali zaryadgacha bo'lgan masofa mu R taqsim kichkina m ga teng bo'ladi. Massa markazidan katta m massali zaryadgacha bo'lgan masofa esa mu R taqsim katta m ga teng bo'ladi. Bunda yozuv kamayish maqsadida mu ni kichkina m katta m taqsim katta m qo'shilgan kichkina m orqali belgiladik. Endi zaryadlarning tezligini aniqlashimiz mumkin. Buning uchun esa Kulon kuchini K Q1 Q2 taqsim R kvadratni tenglashtirishimiz kerak. M V1 ning kvadrat taqsim radius o'rniga esa mu kichkina r taqsim kichkina m yozishimiz mumkin, yoki bu ham teng bo'ladi. M aniqrog'i katta m V2 ni kvadrat taqsim mu kichkina r taqsim katta m ga. Ushbu tenglikdan V1 ning kvadratini aniqlasak, K Q1 Q2 mu taqsim m kvadrat kichkina r kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Yoki V2 ni kvadratini ham aniqlasak, K Q1 Q2 mu taqsim katta m ning kvadrati kichkina r kelib chiqadi. Buni birinchi tenglik orqali ifodalaylik, buni esa ikkinchi tenglik orqali va yana bir tenglik yozishimiz mumkin. E'tibor qaratadigan bo'lsak, kichkina m ko'paytirilgan V1 teng bo'ladi katta m ko'paytirilgan V2 dan. Buni uchinchi tenglik orqali ifodalaymiz. Endi chizmani yana bir marta chizib oldik. Bunda kichkina m massali zaryadni tezligini n marta oshirdik, masalan shartida aytilgani kabi. Bulardan foydalanib endi massa markazining u tezligini aniqlashimiz mumkin. U teng bo'ladi kichkina m ko'paytirilgan n V1 ayrilgan bu zaryad qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotganligi sababli katta m V2 taqsim massalar yig'indisi, ya'ni katta m qo'shilgan kichkina m kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Yoki bu ham teng deb yozishimiz mumkin. Uchinchi tengligimizga asosan kichkina m V1 teng katta m V2 ga bo'lganiga asosan ushbu ifodamizni ham kichkina m V1 qavs ichida n ayrilgan 1 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Taqsim katta m qo'shilgan kichkina m. Yoki endi
massa markaziga nisbatan zaryadlarning kinetik energiyalar yig'indisini aniqlamoqchi bo'lsak, buning uchun zaryadlarning yerga nisbatan kinetik energiyasi yig'indisidan ayirib tashlashimiz mumkin. Massa markazining massasi ko'paytirilgan massa markazining tezligi kvadrat taqsim 2 yozishimiz mumkin. Demak, bu ham teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Massa zaryadlarning yerga nisbatan kinetik energiyalari bu ravishda m demak nv1 bo'lganlik uchun tezligi n kvadrat v1 kvadrat taqsim 2 qo'shilgan ikkinchisining kinetik energiyasi o'rniga katta m v2 ning kvadrati taqsim 2 yozamiz. Ayrilgan bunda katta m massa markazining tezligi, massa markazining umumiy massasi, massa markazining umumiy massasi esa katta m qo'shilgan kichkina m ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Katta m qo'shilgan kichkina m taqsim 2 yozamiz. Ko'paytirilgan u ni aniqlagan edik. Uni o'rniga kichkina m kvadrat v1 ning kvadrati qavs ichida n-1 ning kvadrati taqsim katta m qo'shilgan kichkina m ning kvadrati yozishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Yoki katta m qo'shilgan kichkina m bilan bu qisqaradi. Ana endi bilamizki, zaryadlarni parchalashimiz uchun, bir-biridan ajratishimiz uchun ularning massa markaziga nisbatan to'la energiyasini eng kamida 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Bunda to'la energiya kinetik va potensial energiyalar yig'indisiga teng bo'ladi. Biz yuqorida kinetik energiyani aniqladik. Endi o'rniga yozamiz. Demak, mn kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan v1 kvadrat o'rniga esa yuqorida aniqlagan birinchi tenglligimizni keltirib qo'yamiz. K qubur qo'y 2 mu taqsim katta m ni kichik m kvadrat ko'paytirilgan r yozishimiz mumkin. Qo'shilgan katta m taqsim 2 ko'paytirilgan v2 ni kvadrat o'rniga esa ikkinchi tengligimizni aniqlagan k qubur qo'y 2 mu taqsim katta m ni kvadrat ko'paytirilgan r yozishimiz mumkin bo'ladi. Ayrilgan endi kichik m kvadrat n ayrilgan 1 ning kvadrati taqsim 2 katta m qo'shilgan kichkina m qolishini ko'rishimiz mumkin. Ko'paytirilgan v1 kvadrat o'rniga esa yana k qubur qo'y 2 taqsim mu taqsim m kvadrat r ni yozishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bu ham teng deb yozishimiz mumkin. Biz to'la energiyamiz kinetik va potensial energiyalar yig'indisiga teng. Biz kinetik energiyani yozdik, potensial energiyani tenglik u tomonga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Potensial energiyamiz esa k qubur qo'y 2 taqsim r ga teng bo'ladi. Bunda faqat biri musbat ishorali, biri manfiy ishorali bo'lganligi uchun tenglik u tomonga o'tkazganimizda ikkalasi ham musbat bo'lishini e'tiborga olamiz. Endi bu tengligimiz ancha soddalashishini ko'rishimiz mumkin. Demak, k qubur qo'y 2 taqsim r bu tenglikda ham mavjud, bu tenglikda ham mavjudligi uchun ancha soddalashishini ko'rishimiz mumkin. Yoki kichkina m ni ham qisqartiramiz. Bundan katta m ni qisqartiramiz va qolgan ifodalarni yozamiz. Yana ushbu tenglikda m kvadratlar ham qisqarishini ko'rishimiz mumkin. Endi qolgan ifodalarni o'rniga yozadigan bo'lsak, mu n kvadrat taqsim 2m qo'shilgan mu taqsim 2 katta m ayrilgan mu ko'paytirilgan n-1 ning kvadrat taqsim 2 katta m qo'shilgan kichkina m teng bo'ladi 1 ga. Endi ushbu tengligimizga mu o'rniga yuqorida yozgan ifodamizni keltirib qo'yamiz. Demak, mu massalar ko'paytmasi taqsim massalar yig'indisiga teng va soddalashtiramiz. Tenglikdan ham bular ixchamlanishini ko'rishimiz mumkin. Va e'tibor qaratadigan bo'lsak, qolgan ifodamiz m qo'shilgan kichik m ning kvadratiga teng bo'ladi. Bu ham teng.
2 katta m qo'shilgan kichkina m. Shundan n'ni aniqlasak, n teng ildizda 2 qo'shilgan ildizda 2 minus 1 ko'paytirilgan kichik m taqsim katta m kelib chiqadi. Demak, n'ning qiymatini shu ko'rinishda aniqlashimiz mumkin.